Of, Tiger mashinamizga, yuk mashinamizga Alexiya blogi bilan metanka sunib yig'ib berdik. 700 talik hamda 265 talik orqasiga. Reaktorimiz AT12 maksimal darajada 250 tot kuchiga mo'ljallangan. Hamda skoroskoy bo'lgan farzungamiz Barakuda. Mashinamiz taxmin qilyapmiz, shu sifatiga qaramay 1.8 turbina motor deb maksimal darajada 200 tot kuchi bor deb hisoblaymiz. Alexiya blogi 4 silindr. Jiday qaramay Porsche'ga biznes yapadi. Hamda kulchatlar LED. Barakat qilyapti. Zapaskani tagiga bilasiz. Dagatga bo'ladi. O gazga o'tdi. Mashinani ishlashlari juda yaxshi, o'ta tiniq. Xatirashlar yo'q. Hamda tabloda eng muhimi ortiqcha cheklar yo'q. Chek yonmagan tablo. Ko'rishingiz mumkin. Mashinamiz maksimal darajada shahar ichiga 10%, danliga 5% benzin hisoblanmoqda.